Degan shunda payz bo'lgan purishka yetib baqayli, ems boshlab ketayli. Purishka genfin ketadi, un ketadi, tuz ketadi, bir dana tuxum ketadi, suv jiqroq ketadi. Andan buning ichiga yo'gagan qijmimizni cho'qim qo'rvitib tayyor qilamiz. Qijmini qanday qijmi yaxshi ko'rsanglar, shunday qijim qilsanglar bo'ladi. Men bilgan qo'y go'shti bilan, lapizi bilan, jumg'oq sut bilan qijim qilib oldim. Tuxumimizni silib olamiz. Tuzimizni silib olamiz. Bularni bir yaxshi aralashtirib o'tib, andin unimizni, genfinni silib o'tib aralashtiramiz. Buni ham shu monak-cho'naklari qammog'icha chilib olamiz. Mana ishda chilib olgandan keyin buni suzgich bilan suzib olamiz. Monak-cho'naklarini suzib olib, shunda pezi holat qilamiz buni. Endi buni pindi go'rimizga silib pishirib olamiz. Cho'qim pujango bo'lishi kerak. Lozimlar mening sariq arvamdan ilib olsanglar bo'ladi. Shunda azam ba'da chiqarib qo'ydim jimo, cho'qim apaqanlar. Endi o'timizni yiqib, har bir qatimda bir cho'mishtilam, bir cho'mishlam qo'yamiz. Xamirimizni quygan vaqtida cho'qim hammaga tekshirlaymiz jimo. Qaranglar, bu pishqandilar mana shunday o'zi ajrab ketadi jimo. Ustini iloj qilib, mana qilib bir o'rib, yana bir pishirib olamiz. Purishkimiz pishib oldi, endi qijmisini silib o'rib olamiz. Qijmimizni mishta sep bo'lgandan keyin matripini yo'gab, mishta o'rib olamiz buni. Endi buni mayga silib, bir zal qilib olamiz. Ajoyib yeyishlik purishka bo'ladi. Shunda yaxshi mazmunlarni beryaptimi, yaxshi ko'rgan bo'lsanglar deyansan, guanjolaringni aymay beringlar. Asta o'rib turib, buni qizartib pishirib olamiz. Qaranglar, shunda chiroyli chiqyapti bu. Mana hamma qizdirib oldi bu purishkimizni. Endi asaq bo'ladi, Shunchalik o'xshagan purishkimiz tayyor bo'ldi. Cho'qim etib sinab qo'yinglar.